osh, salat, choy va non 8000 so'm ekan. O'zbekistondagi eng arzon oshxonaga keldik. Hozir ko'ramiz. Opalar, ukalar kelinglar. Oshlarimiz 8000 so'm. Noni, cho'yi bepul. Kelaveringlar. Shakarobi ham bor. Amaki yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bu oshxonada oshning narxi rostdan ham 8000 so'mmi? Bu haqiqat. Nimagaki biz kuniga shu yerda tushlik qilamiz. Guruch o'zimizda nima shu dehqonchilikdan o'sha qora qantalaq degan guruchning navidan. Ta'mi ham hamma narsasi shirin. Sho'rvalarimiz ham salati, noni, choyi 10.000 so'm ekan. Rosa 20-yil ochilgan. Mana 5 yildan beri to'xtagan yo'q, Xudoga shukr. O'zi asli 40 yillik. Qancha odam kelib ketadi taxminan? 250-300 odam. Har kuni shu odam. Ishchilarimiz bor. 4 ta ayollar, 2 ta erkak. Hammasi o'yligi-yu, hammasini qoplayapti. O'zimizga ham qolyapti mana. Qiz chiqardik bunaqasidan. Bu oshxonada ayollar uchun alohida xonalar ham qilib qo'yilgan ekan. Qurbonali akam mana shu velosipedni 87-yilda sotib olgan ekan. Shunda necha yil bo'lgan bo'lyapti? 38 yildan beri mana shu velosiped bilan Xudoga ming marta shukr. Niyat qilyapmiz odamlar mashinasi biz mana velosipedda bo'lsa ham Xudoga shukr tinchlikda yaxshi o'tkazib. Biz Yaypan shahridagi Qurbonali akani oshxonasida bo'ldik. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi.